Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Sizlar bilan RP maktab o'z tizimida sinf rahbarligini tayinlashni ko'rib o'tamiz. Buning uchun biz avvalo RP maktab o'z platformasiga belgilangan login va parollarimiz orqali kirib olishimiz kerak. Kirib olganimizdan so'ng esa o'quv jarayonini boshqarish bo'limiga kiriladi. Bu yerda esa sinf rahbarlik bo'limi mavjud. Bo'limga kirib bo'lganimizdan so'ng yaratish tugmasi bosiladi. Bu yerda avval hujjat yaratilgan bo'lsa, ikkinchi raqamni qo'yasiz, 2 yoki 3-chi raqam xohlagan raqamingizni qo'yishingiz mumkin. Bu yerda endi sanani to'g'rilab olamiz. 2025-yil 2-sentyabr sanasi belgilanadi. Mazmuniga esa sinf rahbarligini tayinlash yoki sinf rahbarini tayinlash deb yozib olamiz. Sinf rahbarini tayinlash. Buni yozib olganimizdan keyin o'quv yili albatta 2025-2026 o'quv yili bo'ladi. Qo'shish tugmasi bosiladi. Bu yerda tayinlash sinflar 1A sinfi. Ana endi bu yerdan xodimni tanlaymiz. 1A sinf rahbari Jo'raqobilova Oysulton. Boshlanish sanasi 2-sentyabr, tugash sanasiga esa tugash sanasiga 25-may sanasi yoziladi. Bu yerda yozganimizdan so'ng mazmuniga esa 1-sinfni tayinlash yoki sinf rahbarini tayinlash deb yozib olamiz. Sinf rahbarini tayinlash. Saqlash tugmasi bosiladi. Bitta joyiga e'tibor beramiz. Maktabingizda nechta sinf, 20 ta sinf bo'ladimi, 25 ta sinf bo'ladimi? Sinflar kesimida xuddi shunday qilib barchasi kiritilgandan so'ng saqlash tugmasi bosiladi. Bu yerda o'quv yili 2025-26 o'quv yili qilib o'zgartirasiz hamda qidirish tugmasini bosasiz. Bu yerda boya nima qilganimiz, hujjatimiz yaratilgan holatga keldi. Umumiy qilib barchani kiritib bo'lganimizdan so'ng esa tasdiqlash tugmasi bosiladi.